Hasanboy jigar, boya ukangizga Cadillac elektromobilini sotib olmoqchi bo'ldi-ku, sizga benzinligini topib qo'ydi. Hasan ko'rinishingiz sal o'xshagani bilan ichki dunyoyingiz umuman boshqacha-yu. Cadillac'ga ham ikki xilini haydab orar ekansizlar. Hasan akaga tashab qo'ying. Cadillac Escalade tatiga 4900 yurgan, yengidek turgan, 2025-yil apparati 602 ob'yom. Mabodo taxoningizni bosib yuboraman deb yurgan bo'lsangiz, bu umuman boshqa daraja, bu umuman boshqa dunyo, boshqa status bu. Har bitta mana detallarini, sifatini ko'ryapsizmi? Mana ham yog'och qo'l detallari-chi. Mana yaqindan ko'ring. Oyimgalar davridagi mebellar rasvetkasidagi takoy glansli bo'lar ekan-da. Mashina absolutno yengidek 4800 yurgan. Yengisini hozir olaman desiz, amallab 195 mingga topasiz. Xabaringiz bo'lsa kerak. Lekin 4800 probeg uchun yengidek turgan mashina uchun 175 mingga bosvarsiz bo'ladi. 20 ming dollar yoningizga qoladi. Yana GMPLlarga 2-3 tasiga 3-4 ta mashina olib bera olasiz. Tarqatib tashlang Hasan akaning o'zlariga bosib yuboring, ketib qoladi shoni. Telegramga qo'yaman. Telegramning o'zida normalniy spros bo'lib, mashina tez sotilib ketadi. Shuning uchun o'tib, podpisatsiya tashlab oling Telegramga.